Hop, assalomu alaykum, qadrli treyderlar. Demak, biz bitta indikator yaratdik, yasadik. Demak, qaranglar, bu indikator strelka bo'lganda, demak, bozorga kirish nuqtalarini beradi. Hop, hozir tushuntiraman. Mana qaranglar, ekranni sal kattaroq qilaman. Demak, mana hozir mana bu yerda strelka selga bergan. Mana birinchi take profit, ikkinchi take profit, 3, 4, 5. 5 ta take profit, bitta stop loss beryapti mana. Take profit уже olingan birinchisi. Ikkinchisi, uchinchi hammasi take profit olingan va bozor undan ham pastga tushib ketgan. Bu yerda bitta narsani esdan chiqarish kerak emas. Mana sana bu uzoq muddatli demak signal ham beradi, chunki mana bu yerda ko'ryapsizlar, strelka olgandan keyin mana 5 ta tepa olingan. Bu take profitlarni orasidagi masofa hozir ko'ramiz, chunki bozor juda hozir volatilniy bo'lyapti. Mana birinchi take profitgacha почти mana 100 punkt, 100 pips. İkinci tepagacha demak 200, xullas 5-chi tepagacha уже 500 pips. Bozor ko'rdinglar 2000 punkt pastga tushib ketgan, уже 2000 punkt. Hop. Endi bu birinchi hozir yaqinda bo'lgan signal, mana bu strelka, mana hozir bozor uchyapti pastga. Mana shu yerdan hisoblaganda ham уже hozir ko'ramiz. Mana shu yerda strelkadan hisoblaganda ham уже 3000 punkt pastga tushib ketdi, 3000 punkt. Endi mana tepadagini ko'ramiz. Hop, undan oldin bayga mana signal bo'lgan. Ko'k strelka mana bayga signal bergan. Demak tepa 1, tepa 2 urgan уже. Endi bu yerda maslahatimiz, tepa 1 urgandan keyin agar ko'proq lot ochiladigan bo'lsa, qolgan lotlarni masalan to есть bitimlarni, masalan ikkita bitim ochildimi? Masalan bayga ikkita bitim ochildi. Stop lossni iloji bo'lsa bezubitga olib chiqib qo'yish kerak, BYga. Bo'ldi. Masalan birinchi tepa urdimi, stop lossni sraz BYga olib chiqib qo'yish kerak edi. Yo'g'on tushundinglar уже. Xo'p, mana yana bu yerda ko'ryapsizlar. Moshniy signal bo'lgan. Kecha mana stop loss urmagan, mana ko'ryapsizlar. Strelka berildi. Уже tepa 5 tasi уже olib olindi. 5 ta tepa olib olindi va undan tashqari bozor pastga uchib ketdi, mana pastga. 3000 punkt tushib ketgan. Mana undan oldingisi mana strelka bo'ldi, tepa 1, tepa 2 urildi. Hatcha bitta take profit uryapti-da mana. Ko'ryapsizlar? Mana strelka bo'ldi, hatcha bir tepa 1 uryapti. O'sha tepa 1 urgandan keyin iloji bo'lsa stop lossni masalan bezubitga qo'yib qo'yish kerak. O'shanda ko'proq bozor, chunki bu yerda nimaga men unaqa deyapman, chunki tepa birinchi urgandan keyin agar stop lossni masalan mana bu yerda mana bay ochildi, strelka yonida bay ochdinglar, to'g'rimi? Tepa 1ga o'rnatdinglar. Take profitni. Keyin o'sha tepa 1ga urgandan keyin sirazi mana bu yoqqa demak stop loss bezubitga qo'yib qo'ysanglar, bozor уже pastga ketib sizlarni plyusni yopib yuboradi. No ko'p holatlarda mana bunaqa strelka olgandan keyin mana bunaqa vaziyatlar bo'lib, ko'p holatlarda bozor juda ham kuchli impuls bilan pastga tushib ketishi mumkin. Mana bu kecha bozor oqqan joyi strelka yongandan keyin bozor pastga 4000 punkt tushib ketgan. 4000 punkt pastga tushib ketgan bozor, ko'ryapsizlar. Chunki mana bezubitga qo'yib qo'ysanglar, chunki masalan bitta tepa birinchi urdi, ikkinchi masalan ikkita bitim ochgan bo'lsanglar, ikkinchisini mana bularga yo'q forsiyli bo'ladi. Juda ham kuchli indikator, ko'ryapsizlar. Buni masalan 1 soatlik time frame ga qo'ygan bo'lsak, 1 soatlik time frame da уже men ko'rinmayapti. Take profitlari masalan juda ham katta bo'ldi. Iloji bo'lsa o'sha 1 minutlik, 5 minutlik time framelarda juda ham zo'r ishlaydi. Xo'p, kimga bu indikator kerak bo'lsa adminga yozinglar. Demak, kanalni silkani qoldiramiz.